Assalomu alaykum, bizni kuzatib boruvchi obunachilarimiz YouTube kanaliga mana bunaqangi chiroyli ishlarimizdan yana joylab boryapmiz. Xudo xolasa buni yakunladik. Bu joyimiz umumiy maydoni 13 kvadratga trafaret kompozitsiyasini amalga oshirib berganmiz va bu joydagi ishimizni ham ko'rsanglar bo'ladi. Hamma xonaga manzur bo'ladigan, hamma xonaga mos tushadigan ranglar bilan ishlaganmiz. Issiq ranglar bilan ishlaganmiz. Asosan bu ranglar hech kim joniga tegmaydi. Kirgan xonada ham, umumiy xonada ham ob'yga o'xshab turadi, ham dekorativ narsalar. Kelib ushlagan odamni qo'lida juda ham boshqacha bo'lib ko'rinadi. Ko'rsanglar bo'ladi. Tillalar bilan ishlaganmiz, ranglar bilan qo'shimcha dekoratsiyalar qilingan. Kimni uyida shunaqangi joy bo'lsa, mana shunaqangi unumli foydalanish kerak bo'lsa, shunaqangi kompozitsiyalarni xohlagan rangda, xohlagan turda, xohlagancha kompozitsiya qilib ranglarni trafaret kompozitsiya qilsanglar bo'ladi. Trafaretimizni bitta olib bering, ko'rsataman bularga. 3 xil trafaretdan foydalanganmiz. 3 xil trafaretdan yana boshqa trafaretlardan foydalansa bo'ladi. Birinchi trafaretimiz mana katta gulli, ko'rib turibsizlar mumkin. Mana shunaqa katta gulli trafaret qilganmiz va ikkinchisi bunaqangi noodatiy takrorlanmas gul bo'lgan va mana milliy uslubdagi bunaqangi gulimiz ham bor. Bu gulimiz ham juda ham chiroyli, nejga chiqadi. Kichkina joylarga qilingan, mana ko'rsanglar bo'ladi. Qilgan joylarimizni juda ham ajoyib chiroyli bo'lib chiqqan. Trafaretimizni yuvib yana qayta ishlatishlar mumkin. Juda ham ko'p joylarda ishlatib, yana buni qaytadan ishlatsanglar bo'ladi. Faqat o'z vaqtida yuvib, tozalab, yana qaytadan o'zingizlarga kerakli bo'ladigan yaroqli qilib, o'rab ehtiyot qilib qo'ysanglar, buni umri uzoq va yana ham sizlarga yaxshi xizmat qilib beradi. Bitta trafaret emas, boshqa kompozitsiyalarda ham ishlatsanglar bo'ladi. Masalan, atacentoni ustiga qanaqadir ochroq rang bilan sepib qilsanglar, ob'yga o'xshab turadi. Borib ko'rgan odam ob'y emasligini biladi. Joyinglar sog' bo'lsin, sizlarga ishimiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar, repost qo'yasizlar va obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Hammanglarga sog' salomat bo'linglar.